Sizlar mana bu sintetik ekstrafor. Bu ekstraforlar bizani qo'limizda bor hamma ranglardan chiqarsa bo'ladi. Bu materiali tayyor bo'lgan klientlar uchun biz bo'yalgan poliesterlardan yoki tayyor poliesterlardan tavsiya qilishimiz mumkin. Bu xom ekstrafor. Bu xom ekstraforni klientlarga material bilan birga bo'yaydiganlarga berasan. Demak bu ham kirishadi. Xom ekstrafor kirishadi. Bir 10-15% kirishini hisobga olish kerak. O'sha o'tgan safargi tavsiya. Bilsa ham eslatib qo'yasan. Tushunarli. Buni ranglarini klientlarga alohida ko'rsatasan, materialga solishtirish uchun. Buni material bilan birga bo'yash uchun berasan. Xo'p bo'ladi. Bu faqat ekstraforda bo'yiga ham, eniga ham qisqarishini hisobga olish kerak bo'yoqdan keyin. Qiziq joyi shu yerda. Tushunib oldingmi? Da, yaxshi. O'zingga yozib olishingizdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi.